oyi, xullas, dadamga ayting. Tegsan faqat shu yigitga tegaman. Otangga qarshi chiqmoqchimisan sen qiz? Nima, dadam meni Turkiyaga turmushga chiqib, boyvuchcha xonim bo'lib yashashimni istamayaptilarmi? Bolam, dadangga yigit yoqmabdi. Yigitni ko'rdim. Juda ham aqlli, boy bo'lsa, yana nima kerak dadamga? Gul jo'natgan menga, shuncha sovg'alar jo'natgan. Qizim, sen hali yoshsan. Odam tanimaysan. Oyi, dadam meni shunchaki uzoqqa jo'natgilari kelmayapti. Shu xolos. Bolam, rostdan ham begona yurtda senga nima bor a? Oyi, Zohir akam boy bo'lsa, menga u yerda xizmatchilar xizmat qilishadi, maza qilib yashayman. Buni nimasi yomon? Qizim, dadang bir narsani bilmasalar bunday gapirmaydilar. Oyi, iltimos, o'z taqdirimni o'zim hal qilay, iltimos. Opa, dadam sizni yaxshi ko'radilar. Sizga yomonlikni ravo ko'rmaydilar-ku. Sen aralashma. Xullas gap shu, oyi. Men teysam